Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchangar jamoasining navbatdagi ish kuni. Navbatdagi buyurtmamiz Buxoro viloyatidan kelib tushdi. Dog'istonlik ustalarimiz tomonidan yasalgan Axti kotyoli uslubida quyidagi gazli kotyolimizni yasab berdik. Xo'p, buyurtmaga asosan kotyolimiz 300-400 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda ayni ko'rinishda yasab taqdim qilinmoqda. Kotyolimizga ishlatilgan mahsulotlar tashqi korpusi va ichki korpusi 2,5 mm qalinlikdagi горячий listlardan yasab taqdim qilinmoqda. Ichki teplobmenniklari ayni kotyolimizda 32 dona 25 mm diametrdagi teplobmennik qo'yilgan. Devonlari qalinligi 2,8 mm ni tashkil qiladi. Xo'p, kotyol o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Kotyolimizga 114 mm diametrdagi truba mo'ri o'rnida ishlatildi. Demak, proverka o'rnida rezba qo'yamiz. 32 rezba qo'yilgan. Kotyolimiz 3 atmosfera davleniyada tekshirib ko'riladi. Demak, kotyol yopiq tizimda ham bemalol ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Kotyol eniga 30 cm ni tashkil qiladi. Demak, yuza qismidan o'lchami 50 cm. Kotyol suv aylanish qismi balandligi mana shu pastki korpusdan, demak suv aylanish qismi balandligi 66 cm ni tashkil qiladi. Oyoqlari balandligi bilan mo'rigacha 80 cm ni tashkil qiladi. Kotyolimizda ko'rib turganimizdek asosiy eshik qismi mavjud. Bu joydan горелка qo'yiladi. Istaganlar uchun avtomatik горелка uchun quyidagi ko'rinishda ikkita planka qo'yilgan. Avtomatik горелкani qistirgan holatda to'laqonli avtomatik rejimda boshqarish imkoniyatiga ega bo'linadi. O'zini oddiy eshik esa mana shu holatda ochib qo'ygan holatda foydalansa bo'ladi. Kimdir avtomatik горелка qo'ymasdan mexanik uslubda boshqarish holati bo'yicha foydalanilsa, demak mana shu eshik bo'ladi. Bu yerdan горелка qo'yiladi. Mexanik uslubda boshqargan vaqtda mana temperaturni datchikimiz katta, demak yordamchi hisoblanadi. Ya'ni kim qancha miqdorda gaz murovat ochilsa, demak suv haroratiga qarab turib shu asnoda boshqarish imkoniyatiga ega bo'linadi. Hop, kotyolda ikkita revizion eshiklari mavjud. Bu eshiklardan kotyolda kelayotgan kondensat holatini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu yerda ham demak ayni shu asnoda kondensat holatini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu bilan bir qatorda demak mexanik uslubda boshqarilgan vaqtda kotyol ichida gaz yig'ilib qolish holati bo'ladigan bo'lsa, mana shu revizionni eshigimizdan chiqarib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ko'rib turganimizdek old tarafda 3 ta zaklopkasi bor. Qo'shimchasiga eshiklarimiz va yuqoridagi revizionni eshigimiz kotyolga mustahkamlik bag'ishlaydi. Yonbosh tarafda ham ustki qismida bitta zaklopka, yonboshda ikkitadan, orqa tarafda demak 1 2 3 4 5 6 7 8 ta zaklopka qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, kotyolimiz aytib o'tgandek to'laqonli yopiq tizimda ham bemalol mustahkam ravishda ishlash imkoniyatiga ega holatda yasab taqdim qilingan. Ayni kotyolimizda demak kondensat holatini biroz kamaytirish uchun birinchi modellarimizga nisbatan pastki holatda ham suv aylanish holati hosil qilingan. Ya'ni kim kotyolni hamma tarafda suv aylanadi. Hamma tarafda. Pastida, oldida, yonboshida, yuqorisida, orqasida, hamma tarafida 100% suv aylanish holati hosil qilingan. Kotyol salgan kondensatsionniy kotyol holati bo'yicha ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ishlash prinsipi haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, demak, birinchi marta ko'rib turgan
kuzatuvchilarimiz uchun bu qiziq bo'ladi. Kotelimiz ichki ko'rinishi qanday holatda yasalganligi ana videomiz yuqori qismidagi videoda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kotelimiz ichki qismida turbalar terilgan. Turbalarning orasidan demak issiqlik harakatlanadi va yonboshga harakatlanib, yonboshdan pastga chiqib, ya'ni yuqoriga chiqib, keyin kotel ichini demak tark etadi. Shu asnoda kotelda dimlanish holati bo'yicha demak maksimal darajada issiqlikni ushlab qolish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Temperaturani datchigimizga qaragan holatda demak kuzatishimiz mumkinki, gaz ya'ni suv harorati 50-60 gradusga chiqqan holatda mo'rida demak issiqlik berish holati kuzatilmaydi. Ya'niki 60 gradusda ham даже hattoki 60 gradusgacha qo'yib kuzatib ko'rdik. Mo'rida absolyutno issiqlik berish holati kuzatilmagan. Birinchi demak испытание qilgan videolarimizda ko'rsatganmiz, mo'riga kanalizatsiya turbasini qo'ygan holatda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishda axtek kotellarimiz buyurtma asosida yasab taqdim qilinmoqda. Kotelimizning gaz sarfi demak bizning holatda bugungi kungacha bir qancha aytaylik bugungi kungacha 30 ga yaqin axtek kotelimiz yasab qo'yildi. Undan oldin xonadonlarda sinov tariqasida qo'yganmiz. Kuzatishlarimiz jarayonida axtek kotellarimiz hozirgi kunda turgan kotellarga nisbatan 50% tejamkor holat bo'yicha ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni birinchi испытаниямizda kuzatdik, 40 tur sutkasiga 40 tur kub iste'mol qilayotgan kotel o'rniga demak axtek kotelimizni qo'yganimizda minimum 18 kubga tushirganmiz, maksimum 22-24 kubgacha ishlash holati kuzatildi. Ya'ni teng yarmidan ekonom qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni kotelimizning bugungi narxi 4 million so'mga baholangan. Avgust oyidan kotellarimiz narxi biroz ko'tarilishi kutilmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan bu kotelimiz haqidagi ma'lumotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.